Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda nasib bo'lsa, oldingi boshlagan darsimiz, ya'ni HTML tekst strukturasi degan mavzuni boshlagandik. Shuni davom ettiramiz va veb sahifada o'sha tekstni formatlashga oid, strukturasini o'zgartirishga oid yangi elementlarni ko'rib o'tamiz. Oldingi darsimizda esimdan chiqib qolibdi, o'sha har doimgidek veb sahifamizda yangi mavzuga oid sahifani qo'shganimizni, bu oldingi mavzumizga oid mavzu atamalari kiritilgan sahifa 6-dars va kirib ko'rishingiz mumkin har doimgidek. Va oxirida bilimingizni sinab ko'rish uchun testlarni, savollarga javob berishingiz mumkin, testlarni ishlab chiqishingiz mumkin. Xo'sh, va bugungi mavzuga oid atamalar ham 7-dars, ya'ni bugungisiga atalgan sahifaga kiritilgan. Xohlasangiz kirib ko'rib o'qib olishingiz mumkin xohlagan vaqtda va mavzumizga oid savollar, buni ochmayman hozir. Xo'sh, bu sahifani chetga olib qo'yamiz, bo'lmasam vaqtni o'g'irlamasdan yangi mavzuni boshlaymiz. Kelinglar, har doimgidek yangi mavzumizga atab yangi fayl qo'yib olamiz. Eslaringizda bo'lsa, papka qo'yib olgandik. O'sha papkaga, xo'sh, mana bu oxirgi darsimiz, 6-dars, HTML tekst strukturasi deb nomlanadi. Bugungi darsimizga oid atab yangi papka qo'yib olamiz. 7-dars, HTML tekst strukturasi va 2 deb nomlaymiz buni. Oldingi darslarimizga o'xshab, keling, yangi fayl qo'yib olamiz. HTML fayl, index.html va buni brauzerda bu ogohlantirish, haqiqatdan faylni formatini o'zgartirish xohlaysanmi degan, tasdiqlaymiz va buni brauzerda ochib olamiz. Men Chrome brauzerini ishlataman. Sizlarga ham ishimiz bir xil bo'lishi uchun Chrome brauzerini ishlatishni tavsiya qilaman. Xo'sh, buni ochib oldik. Endi esa faylimizni text editorda ham ochib olamiz. Har doimgidek Notepad++. Xo'sh, mana faylimizni ochib oldik. Keling, keraksiz derazalarni yopib qo'yamiz. Bu oldingi darsimizning fayli, buni yopamiz va ishlashni boshlaymiz. Sizlarga ham tavsiya qilaman, shu HTML asosiy strukturasini har safar yangi dars boshlaganda yoddan yozishni, shu orqali bilimni mustahkamlash mumkin. Bular tushunishga juda ham oson, lekin shu juda ham kichkina narsalar ko'p bo'lganligi sababli esdan chiqib qolishi ham juda ham oson. Shuning uchun takrorlash bizni vaziyatimizda eng yaxshi uslub hisoblanadi mavzularni o'zlashtirib olishda. Xo'sh, bo'lmasam boshladik. Birinchi qatorda har doimgidek doc type va HTML. Buni tushuntirib o'tirmayman, oldingi darslarimizda aytib o'tganmiz. Keyingisi bu HTML tagimiz va buni yopib olamiz. Xo'sh, yodlaringizda bo'lsa, bu yerda lang atributini kiritardik. Bu tili uchun. Qaysi til? Bizda o'zbek tili. Xo'sh, HTML tagimizning ichida ikkita tagimiz keladi. Bular head, ya'ni brauzerga veb sahifa haqida qo'shimcha ma'lumotlar berish uchun, va body, veb sahifamizning foydalanuvchiga ko'rinadigan qismini yozishimiz uchun. Xo'sh, kiritib oldik. Keling, head tagimizga ikkita kerakli ma'lumotni berib o'tamiz. Bu yerda ma'lumotlar ko'p. Ularni ham navbati kelsa birin-ketin o'rganib olamiz. Xo'sh, birinchi elementimiz bu meta, charset va UTF-8. Buni ham tushuntirib o'tganman oldingi darsimizda. Title yopib olamiz va bugungi mavzumiz HTML
text strukturasi 2. Keling, ularni bosh harflar bilan yozaylik. Title bo'lgani uchun. Ko'rib turibsiz, ruchkacha turibdi. O'zgartirilgan, lekin saqlanib qilinmagan deyilgan. Buni saqlanib qilsak, ruchkacha yo'qoladi. Brauzerga o'tib, buni yangilab olsak, mana ko'rib turganlaringizdek kiritgan taytilimiz ko'rinadi. Va body qismida esa bugungi mavzumizda ko'rib o'tadigan elementlarimizni kiritishni boshlaymiz. Xo'sh, birinchisi bu yo'g'on yozuv. Keling, oldingi darslarimizda o'rgangan elementlarimizni ham ishlataylik, takrorlash bo'ladi. Bu sarlavha birinchi darajali. Xo'sh, birinchisi bu yo'g'on yozuv yoki tekst deylik, yo'g'on tekst. Xo'sh, ko'ramiz, bu sarlavhamiz yo'g'on tekstga aloqasi yo'q, shunchaki mavzumizni nomini kiritdik, yo'g'on tekst. Tekstni yo'g'on qilish uchun B elementi ishlatiladi. Buni ochib, yopib olamiz. Keling, yo'g'on yo'q, bu yerda ishlamaydi. Xohlagan narsani kiritish mumkin. Men unchalik ijodkor emasman. Keling, salom hammaga deb yozib qo'yamiz. Xo'sh, buni saqlanib qilamiz. Mana yuklaymiz. Ko'rib turganlaringizdek yo'g'on tekst paydo bo'ldi. Balki hozir faqatgina yo'g'on tekst turgani uchun normal tekstdan farqlash qiyindir. Keling, normal tekst ham pastiga kiritamiz. Salom hammaga. Bu anaqamiz. Xo'sh. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana bu tekstni normal ko'rinishi, mana bunisi esa yo'g'on ko'rinishi, lekin farqi yaqqol ko'rinib turibdi. Bu tekstimiz yonida turib qoldi. Sababini tushungandirsizlar. Oldingi darsimizda buni ko'rib o'tgandik. BRTG orqali gapni yangi qatordan boshlashimiz mumkin. Xo'sh, buni yuklasak, mana oldinma ketin turib qoldi. Menimcha endi yana ham yaqqol ko'rinib turibdi. B tegi bu oldin ham aytib o'tganmiz, barcha elementlar shu ingliz tilidagi qaysidir bir so'zlardan olingan. B tegi bu ingliz tilidagi bold, ya'ni o'sha yo'g'on so'zini bosh harfidan olingan. Shuning uchun ingliz tilini bilish baribir foyda keltiradi, ayniqsa dasturlash sohasida. Xo'sh, mana bu bilan tanishib oldik. Yana bitta element bor. Bu B tegini vazifasini bajara oladigan. Bu strong elementi. Salom hammaga. Xo'sh, buni ham yopib olamiz. Strong, ingliz tilini yaxshi biladiganlar tushunishdi. Kuchli degani. Xo'sh, buni yuklaymiz. Yangi qator kiritishni unutibmiz. Buni kiritib saqlanib qilishni unutmang albatta. Mana ko'rib turganlaringizdek, hech qanaqangi farqi yo'q. Ikkalasi ham yo'g'on tekstga aylandi. Bu yerda tabiiyki savol tug'ilishi mumkin. Xo'sh, ikkita element ham bir xil vazifani bajarsa nima keragi bor ikkita elementni degan. Savolni javobi shundaki, oldin HTML o'sha oldingi versiyalarda BTG ishlatilgan elementi. Ya'ni bu tekstni faqatgina o'sha dekorativ jihatdan o'zgartirishga qaratilgan. Uning maqsadi, ya'ni yo'g'on ko'rsatish. Lekin bir narsa ham borki, veb sahifani faqat ko'z bilan ko'ra oladigan insonlar emas, ko'zi ojiz insonlar ham ishlatadi. Agar ko'zi ojiz insonlar bu tekstni o'qishsa, ular ko'ra olishmaydi. Ularga yordam beradigan screen reader deyiladi. Ya'ni ekrandagi narsani o'qib eshittiradigan vositalar mavjud. Ataylab ko'zi ojizlar uchun ishlatilgan. Shunaqangi vositalar, texnikalar buni o'qiganda uni yo'g'onligini tushuna olishmaydi. Shuni farqlay olish uchun HTML5 da yangi element kiritilgan, ya'ni shu strong
nafaqat yo'g'on qilib ko'rsatadi, balki o'sha assistent texnikalarga ham, ya'ni o'sha ko'zi ojizlar ishlatadigan texnikalarga informatsiya yetkazadi. Bu yerda o'sha yo'g'on tekst kelgan degan informatsiyani yetkaza oladigan. Buni asosiy farqi shunda. Shunchaki agar yo'g'on qilib ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, hech qanaqangi bir orqasida ma'nisi bo'lmagan, faqat dekorativ jihatdan yo'g'on bo'lgan tekst ishlatmoqchi bo'lsangiz, tegini ishlatishingiz mumkin. Agar nima deydi, bir urg'u berish ma'nosida ishlatmoqchi bo'lsangiz, strong tegini ishlatish tavsiya qilinadi. Farqi shunda. Xo'sh, keyingisi bu ko'rib o'tmoqchi bo'lgan elementlarimizni keyingisi bu qiyshaygan yoki egilgan tekst deylik. Keling, qiyshaygan ozgina xunukroq so'z. Egilgan tekst deb nomlaylik. Buning uchun yangi saloha kiritamiz. Ajratib olishga oson bo'lishi uchun egilgan tekst. Xo'sh, egilgan tekstimizni yoki bo'lmasam o'sha tekstni egilgan shaklga keltirish uchun i elementi ishlatiladi. Ya'ni italik so'zini bosh harfidan olingan. Xo'sh, keling yana salom hammaga deb tekst kiritamiz. Xohlagan so'zingizni kiritishingiz mumkin. Bu salohamiz, bunga e'tibor bermaysiz va mana ko'rib turganingizdek egilgan tekst paydo bo'ldi. Keling, buni yana ham yaxshilab farqlash uchun mana bu oddiy tekstimizni ostidan kiritamiz va bu yerga yangi qatordan boshla deb buyruq beramiz. Mana ko'rib turganingizdek, ostidagisi bu normal tekst va yuqoridagisi bu egilgan tekst. Xuddi yo'g'on tekstga o'xshab, tekstni egilgan qilib ko'rsatish uchun ham ikkita element ishlatiladi. Ikkinchisi bu M elementi, ya'ni inglizcha emphasis, urg'u berish ma'nosidan so'zidan olingan. Keling, unga ham salom hammaga deb kiritamiz va keyingi qatorni yangi qatordan boshla deb buyruq beramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, birinchi ikkita so'zimiz egilgan va uchinchisi normal holatda. Bu yerda ham hech qanaqangi farqni ko'rmayapmiz. I va N elementlari tekstni bir xil formatga keltiryapti. Buning ham sababi xuddi o'sha bold, ya'ni yo'g'on tekstga o'xshab, oldingi versiyalarda o'sha i tegi ishlatilgan bo'lsa, elementi ishlatilgan bo'lsa, keyinchalik o'sha ko'z ojizlar ishlatadigan assistent texnologiyalarga qo'shimcha ma'lumot berish uchun im elementi kiritilgan. Ya'ni bu yerda gapni mana bu qismiga urg'u berilyapti degan bir ma'lumot yetkazib beradi. Menimcha buni tushunib oldik. Keyingisi ostiga chizilgan so'zlar yo bo'lmasa keling ostga chiziq deb nomlaylik. Ostga chiziq to'g'ri nomladik deb umid qilaman. E'tibor bering, mana bu yerda xatolik yuz berdi. Mana bu oldiga keladi, orqasiga emas. Xo'sh, bu uchun u elementini ishlatamiz, ya'ni inglizchadan underline, ya'ni tekstni ostiga chizish. Keling, shuni to'g'ri nomlaylik. Tekstni ostiga chizish. Salom hammaga. Xo'sh, mana tekstni ostiga chizish yangi salohamiz va ko'rib turganlaringizdek, bu yerda yaqqol ko'rinib turibdi. Tekstni ostida chiziq paydo bo'ldi. Menimcha normal tekstni kiritishga hech qanaqangi hojat yo'q bu yerda. HTMLda o'sha tekstni formatlashda juda ham ko'plab elementlar mavjud. Uni Google qilib o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Men hozir
qidirib ko'raman. Yo bo'lmasam vaqtni olmaylik, man ssilkasini YouTube videoni ostiga kiritib qo'yaman. Ya'ni juda ham ko'plab elementlar mavjud tekstni har xil shaklga kiritish uchun. Hammasini ko'rib o'tishga manimcha birinchidan vaqtimiz ozlik qiladi, ikkinchidan arzimaydi ham, chunki ularning ko'pchiligi deyarli ishlatilmaydi. Faqat maxsus holatlardagina ishlatilishi mumkin. Shuning uchun internetdan o'zingiz o'sha talab bo'lganda qidirib topib ko'rishingiz mumkin. Ssilkasini YouTube'da qoldiraman. Xo'sh, yana qaysi tegni ko'rsak bo'ladi? Keling, yana bitta tegni ko'raylik. Keyin bu juda ham ko'p ishlatiladigan teg element. Hech qanday ma'noga ega bo'lmagan element deb nomlaylik. Bu span elementi. Xo'sh, salom hammaga. Xo'sh, mana span elementimizni ichiga turgan tekstimizni ko'ryapmiz. Hech qanaqangi o'zgarish yo'q. Normal tekst bilan bir xil. Bu semantik jihatdan ham hech qanaqangi ma'noga ega emas. Xo'sh, unda nega ishlatiladi? Ishlatilganda ham juda ko'p ishlatiladi. Keling, men bu yerda bo'lmaganda yozib qo'yaman. Bu deb yozaylik. Xo'sh, nega hech qanday ma'noga ega bo'lmasa ham ko'p ishlatiladi degan tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Buni sababi bu span elementi o'sha matnni ichiga yo bir qaysidir tekstni ichiga kelgan alohida bir qismni formatlashda ishlatiladi. Ya'ni keling bir misol ko'raylik. Bu yerda yangi qatordan tekstni boshlaymiz. Keling, bitta tekst yozaylik. Salom aziz yurtdoshlar. Va mana bu aziz so'zini span elementini ichiga olamiz. Xo'sh, buni yangidan yuklaymiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, butun boshli tekstni ko'rib turibmiz. Hech qanaqangi o'zgarish yo'q, lekin span elementi orqali aziz so'zini kiritib alohida belgilab oldik. Bu nimaga ishlatiladi? Bu o'sha veb sahifa yozganda biror bir gapni ma'lum bir qismini CSS orqali alohida ko'rinishga keltirish uchun ishlatiladi va bu juda ham ko'p ishlatiladi. Mana bu yerda endi span elementini xohlagan CSS orqali xohlagan ko'rinishga keltirishimiz mumkin. Buni hali CSS darslarida alohida ko'rib o'tamiz va o'sha spanning asosiy nima deydi, vazifasi deydimi, maqsadi o'sha HTML veb sahifani bir qismida o'sha qismni ichida yotgan ma'lum bir kichkina qismini belgilab olib alohida shaklga keltirish uchun xizmat qiladi va bu ta'kidlab o'taman yana bir marta, juda ham ko'p ishlatiladigan elementlardan bittasi. Mana bugungi mavzumizda 4 ta yangi elementni ko'rib o'tdik. Menimcha mavzular juda ham oson. Tushunishga agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada savol qoldirishingiz mumkin. Iloji boricha javob berishga harakat qilaman. Bugungi darsimizda ko'rmoqchi bo'lgan mavzularimiz shular. Xudo xohlasa keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.